Ko'rib turgan domlarimizda polностью sotuvini o'rtoqlar o'zimiz olganmiz, hamma narsasini o'zimiz shug'ullanamiz. Kadastri chiqqan bir xonali o'rtoqlar bor yo'g'i 5 ta kvartiramiz qolgan, 44 kvadrat, 53 kvadratli 44 kvadratimiz o'rtoqlar bor yo'g'i 320 million so'm, 53 kvadratli o'rtoqlar 390 million so'm. Politexnikum bu tomondan o'rtoqlar ro'parasida, bu tomonda Anhordan kelishga, bu tomon sohil. Ko'rib turganlaringizdek pishig'ishdan bo'lgan kачественный zo'r domlasizlar. Men ko'rsatmasam kim ko'rsatadi? Shuning uchun bor yo'g'i 5 dona asta ichkaridan obzorini boshlaymiz. Shoshilib qolinglar, bunaqasi juda kam uchraydi. Endi asta uylarimizda obzorini boshlaymiz o'rtoqlar. Agar kallasi ishlaganroq odam bo'lsa, mana bu yerda o'zidan shunday yopib qo'y, mana 3 tasini olsa bor aka, 140 necha kvadratli katta bitta. Mana bu yerlar bilan 10 bo'lsa 150 kvadrat bo'ladi. Asta obzorimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Mana aka ikkalasi ham o'zi 5 dona qolgan aytib o'tgandek o'rtoqlar. Birlamchi subsidiya naqd pulga chiqadigan kvartiralarimiz o'rtoqlar. Bunisini narxi 320 million so'm. Ko'rib turganlaringizda yo'lni ustida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. To'g'rida politexnikum o'rtoqlar. Uylarimizda patologlari baland. Ko'rib turganlaringizda santexnika, elektrika, yana bonus sizlar o'rtoqlar duh konturli kachol ham qo'shib beriladi. Bu yerda kuxnyamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Kuxnyamiz ham juda akkuratligini yana qilingan. Bu 44 kvadratli o'rtoqlar. Buni narxi 320 million so'm. Agar naqd pul beradigan bo'lsanglar, mana o'zimga kelsanglar sal-pal kelishtirib beradigan joy bor o'rtoqlar. Birlamchi subsidiya shu narxda o'zida chiqadi 320 million so'mga. Xo'p, polностью pishig'ishdan bo'lgan hamma narsasi zo'r o'rtoqlar. Endi bu yerda mana 53 kvadratli bir xonamiz. Lekin mana bu bir xonali juda katta. Mana bu yerdan qaradi az. Mana bu yerda bunday shkafchan qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kuxnyamizga nima deysizlar? Bu kuxnya bemalol ovqatlanib, o'tirib, dam oladigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Chunki kvadratura позволяет qiladi. Bu 53 kvadratli, buni narxi o'rtoqlar 390 million so'm chiqadi. Bu yerdan sanuzel mana bu yerda xohlasanglar spalni qilib qo'yinglar, xohlasanglar zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Buni praktiski 2 xonali deb ketsa ham bo'ladi o'rtoqlar, chunki mana bu kuxnyamizda o'zi juda katta. Shuning uchun o'rtoqlar shoshilib qolinglar, bor yo'g'i 5 dona qolgan. Keyin o'spet qilib qolmadi, ketib qoldimi, buni bemalol subsidiya ham olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Birlamchi 17-18% dan 20 yilga chiqadigan o'yimiz. Shuning uchun shoshilinglar, kelinglar, ko'ringlar, olinglar. Podyezdlar ham hamma narsasi kadastr, hech qanaqa problemasi yo'q. Bemalol mana bu yerda mana bir xonali buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqadan bor yo'g'i 5 dona qolgan. Shuning uchun kelinglar, ko'ringlar, yoqqan bo'lsa o'rtoqlar sotib olinglar.